Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bu navbatdagi obyektimiz. Apalkasini yechib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Taxtalari ham yetdi. Bizunamiz 15 ga 30, aylanasini o'rtalari 30, orqalari 52. Ko'ti tomoni 52 dan tushgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Bu fasad zinamiz. Buni ham tugatib berganmiz ishlarni. Oqani ishlarni hammasini tugatdik. Mana podvalga ham zinasini, apalkasini yasab qo'yganmiz. Ertaga betonni quyamiz. Bu ham tugaydi. Bu yana bitta fasad zinamiz. Ko'rishingiz mumkin. Ha, yon tomon ko'rinishi. Bu zalga kirish zinamiz. Dumaloq zina. 30 dan. Hammasi dumaloq qilib ishlab berilgan. Tumbalari bilan. Bu ham bitta zalga kirish zinamiz. Oka o'zi ham 7 yurmaydigan oka ekanlar. Hamma yoqqa zina qilib tashadi. Bag'i to'laga tushish zinasi. Bardiyor xizmatlari bilan birgalikda qilingan hammasini. Bardiyorlarning sifatini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib berilgan. Eshigi yo'q edi, eshigini buzdirib ochtirganlar. Bu yerda ham bitta to'laga tushish zinamiz. Bundan tushib ikkitasiga kirib ketaveradi. Mana cho'ntak xizmati ham o'zimizda, cho'ntaklarni ham o'zimiz chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Oxirgisi bu yerda ham bitta to'laga tushish zinamiz. Bundan ham bittadan tushib ikkitasiga kirib ketiladi.